Shunaqa reja qildik. Xususiy gepatologiya klinikasini qilaylik degan reja bo'ldi. Keyin vrachlarimiz aytdi, ulardan fikr chiqdi. Umumlashtirib bitta davay klinika qilamiz, faqat jigar bo'yicha bo'lsin deb. Shundan keyin shu ideya keldi, g'oya keldi, ochdik. O'zbekistonda imенно jigar bo'yicha ishlaydigan xususiy klinikalar yo'q. Bitta shu Hakim Sino gepatologiya markazi faqat imенно jigar bo'yicha ishlaydi. O'zbekistonda eng kuchli 10 ta vrach saralab tanlab olganmiz. Shu Hakim Sino gepatologiya markazida ular ishlaydi. 40 yillik tajribaga ega vrachimiz bor, 25 yil, eng kami 10 yil tajribaga ega vrachlarimiz bor bizda. Faqat shu gepatologlar, gastroenterologlar, o'zini ustida ishlagan vrachlar hammasi chet elga borib, masalan, eng ko'p vrachimiz masalan 40 ta davlatga borgan ekan. Imенно shu konferensiya bo'yicha. Chunki o'sha chet elda ma'lumotlar, mana bu yil ham Xitoyga borib kelishdi vrachlarimiz, 8 ta vrachimiz. Endi Hakim Sino imенно shu jigar qilishga sabab bitta bo'lsa yaxshiroq deb bilaman. Qayergadir boradi odamlar, imенно yurak bo'yicha zo'r bo'ladi o'sha klinika. Qayergadir boradi, imенно lor sohasi bo'yicha masalan kuchli bo'ladi. Qayergadir boradi, masalan o'sha travmatologiya yo'nalishi bo'yicha kuchli mutaxassislar bo'ladi. Chunki odam ishonib boradi-da aytga. Haqiqatan o'zini ishini ustalari o'tirgan bo'ladi, o'zini bemalol o'sha inson topshiradi. Bizda imенно jigar bo'yicha masalan kelsa, masalan bemalol o'zi uchun yetarli ma'lumotlarni oladi. Chunki odam baribir bilish kerak-ku, imенно jigarim qanaqa manda ishlayapti, jigarim qanaqa holatda bilish uchun masalan uni o'sha tekshiruvlarni o'tish kerak bo'ladi. Lekin masalan deylik ko'zda yoki boshqa masalan yurak da unda sal og'riq bo'ladi, masalan oshqozonda og'riq bo'ladi, jigarda yo'q. Shuning uchun deyman, baribir inson o'zini holatini bilish uchun, jigarini imini bilish uchun tekshiruvlardan o'tib turish kerak deb bilaman. Jigarda endi o'zi har 6 oyda tekshirtirish kerak. Lekin mayli 6 oyda bo'lsa ham biznikilar mana 1 yillab, keyin mana 25 ga kirganman deymiz. Lekin 40 ga 50 ga kirgan akalar ham lekin insonlar ham tekshirtirmagan bo'ladi jigarini. Chunki bu sohada o'sha imini nimada bilimlar kamroq. Odamlar hali yetarlicha bilimga ega bo'lmaganligi uchun tekshirtirilmayapti. Tibbiy malakamiz sal kamroq. Jigarda tekshirtirishda o'sha tekshirtirish nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, jigar eng katta organ, keyin eng ko'p funksiyani bajaradigan organ hisoblanadi inson organizmida. Jigaringiz haqida muammolar va yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning sahifani kuzatib boring.